Ustam qanday ahvollari yaxshimi? Yaxshi siz avvalchi. Men yaxshi. Bugun nima ish qilish tayyorlik qilyaptilar? Bugun qapoqsiz tayyorlik qildim. Ko'rib baqsam bo'ladimi? Bo'ldi. Ko'rib baqing, bo'ldi. Ma put bo'g'in ekansizlar? Bo'g'ina. Unda bo'lsa, mushuninki sizg'an jarayonni bir ko'rib baqsam qanday bo'lar? Bo'ldi. Sizgan jarayonni ko'rib baqsiz bo'ldi. Ma'qul. Manufkan putib chiqdi. Wow, pek chiroyli chiqdi-ku bu. Ustam, ma'u qapoqning putib chiqishiga 1 soatdek vaqt ketdi. Buningdan cho'ngroqroq qanchalik vaqt ketirgandi? Bundan cho'ng'iga ma'nunga 2 soat vaqt ketdi. Ha, demak, ash gullarni o'zlari loyalab sizib chiqishga qanchalik vaqt ketamda? Ha, gulni loyalab sizib chiqishga shu 2 soat vaqt ketdi. Ha, unda bo'lsa, odatimiz qapoqqa gullarni sizamdoq boshqa unalim bormi? Ya buningki odatda o'ydigan usulim bor. O'yashga vaqt chiqarib ketdi, o'ysak bo'ldi. O'ydigan boshqa usul bor. Ha, unda o'z bu vaqtim kelgan vaqtimda ash o'yganlarni bir ko'rib baqsam bo'pti-ki. Bo'ldi, qarshilar bu da o'yaptimi? Bo'ldi. Ustam, bu vaqtim kelsam, o'yg'inni ko'rdigan bo'ldim. Undan keyin kelsam, nima qilib berarlar menga? Budu qatim kelsizlar o'yg'inni ko'rdilar. Andan keyin budoq ishimda o'ni sizlar kelgan vaqtda andan keyin o'ylashibdi. Bu maxfiy qas. Ma'qul. Ma'qul bigar bek vaqtlarni evatdim, rahmat sizga. Men qaytay. Sizlarga rahmat, yana kelishinglarni qarshi olaman. Ma'qul, rahmat.